Erkak kishiga aytib bo'lmaydigan 5 ta so'z. Birinchisi, hech qachon erkak kishini boshqa bir erkak kishiga solishtirib bo'lmaydi. Akangizni qarang, o'rtog'ingizni qarang kabi solishtirishlar bilan erkakning sizga nisbatan muhabbatini o'ldirib qo'yasiz. Ikkinchisi, hech qachon erkak kishiga aytuvdim-a sizga deb bo'lmaydi. Bu bilan biz men sendan ko'ra aqlliroqman degan fikrni ko'rsatayotgan bo'lamiz. Uchinchisi, hech qachon erkak kishiga doimgidek o'zi bilar edim degan so'zni aytib bo'lmaydi. Bu bilan erkak kishiga hech qachon hech narsa qilib bermagansiz degan fikrni bildirayotgan bo'lamiz. To'rtinchisi, erkak kishiga hech qachon har doim shunaqasiz deb umumlashtirib bo'lmaydi. Erkak kishi bizga hayoti davomida axir qanchadan qancha yaxshiliklar va e'tibor ko'rsatadi. Agar ularni barchasini birgina qilmaganida umumlashtirib yo'qqa chiqarsak, uni qadrsiz qilib qo'ygan bo'lamiz.